Assalomu alaykum YouTube kanalimizning qadrli obunachilari va doimiy mijozlarimiz. Ko'rib turganlaringizdek, bugun sizlarga zo'r narxda Travers mashinamizni sotib qo'yib beramiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lishdan chiqmasin, videomizni esa like bosasizlar. Xo'sh, bilasizlar, bugungi kunda Traverslarni 20 ming, 30 ming probeg yurganlarning narxi kamida 62 ming, 63 ming, ko'p yerlarda 65 ming dollardan sotib turibdi. Lekin bugun sizlarga shikolat narxda qo'yib beramiz. Endi do'stlar, mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Bir qo'l mashin. Mashinamizda ko'rib turganlaringizdek, elde mordalari polniy Bruno plyonka bor. Yumshoq bolalar bor. Orqa taraflarni kuzatamiz. Orqa taraflari ideal holatda. Endi kraskasi bormi deb so'raydigan mijozlarimiz bor. Kraskasi do'stlar, ishi o'ng taraf krelini yuzida bor. Lekin udari yo'q. Ish krelini yuzida bor. Bemalol agar ishonmasangiz kelib tekshirib ko'rsangizlar bo'ladi. Endi qolgan yerlari ham meri 100% rodnoy, tonirovka ruxsatnomasi bor. Mashinamiz oilaviy safarga ketadigan bo'lsangiz, zo'r deb o'ylayman, sababi kapitanskiy sideniyalar hamma narsalar bor yana do'stlar. Orqa tarafda yosh bolalaringizni, farzandlaringizni mindirib, tog'a, sayra, polniy ketsangiz bo'ladi. Bilasizlar, Travers dimon rasxoti ko'p emas, ozroq lyuklari, hamma narsalari bor. Bejinda mashinamiz. Ashubkalar ham akkuratni, qisilib qolmagan, bo'lmasa sidenalari yirtilib, sinib qolmagan. Yana bilasizlar, o'zi ko'p hamma narsasini funksiyalarini tushuntirishim shart emas. Shundaysa Traversga qiziqib turgan bo'lsa, kattaroq mashina qiziqib turgan bo'lsa, hamma narsasini biladi. Sidenalar obduf, podogref, hamma narsalari bor. Kilitlarim tayyor. Xo'sh, navdimiz qo'shimcha, avzoratcha, hojat yo'q. Hamma mashinamizni narxi qiziq do'stlar. Etapa beramiz. Aytib o'tgandek, agar do'stlar avtokredit bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib mashinamizni qaysi bank bo'lishidan qat'iy nazar avtokreditga beramiz. O'zingiz xohlagan bankda avtokredit asosidan ham sotib olsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda bilasizlar, avtoshopda hayot ijara loyihasini yo'lga qo'yganmiz. Nasiya savdo ham, Nasiya savdo orqali ham xatarsangiz bo'ladi. Barter Nasiya savdo ish qilib hamma narsasi bor. Sotish tartibi sizlar xohlagan tartibda sotiladi. Yana qo'shimcha savollar bo'lsa, bemalol telefon turib murojaat etsangiz bo'ladi. Sizlar uchun telefon nomerimiz 24 sxemasida ishlaydi. Endi mashinamizni do'stlar bilasizlar, aytib ketganimdek, bugungi kundagi narxi, kamroq yurgan variantlarning narxi 20 ming, 30 ming yurganlari 62 ming, 63 ming, 60 ming sotuvda turibdi, lekin avtoshopda sizlar uchun mashinamizni do'stlar 60 ming hamdanmiz, 50 ming hamdanmiz, kelina 40 ming hamdanmiz. Sizlar uchun mashinamizni do'stlar 37 ming hamdanmiz. Dakalkaga agar naqd pul olgan bo'lsa, sizlarga do'stlar mashinamizni 36.500 dollarga beramiz. 36.500 dollar. Menimcha buning narx boshqa hechida bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Avtoshop har doimgidek yangiliklarni qo'yishda davom etadi. Qo'shimcha obzor etish hojat yo'q. Bemalol mashinamizni kelib, xohlagan yerlaringizga olib borib, probegini, kraskasini, motorini tekshirsangiz ham bo'ladi. Do'stlar, qo'shimcha savollar bo'lsa, pastda telefon nomerlarimiz bor. Bemalol bog'lanib xarid etib olsangiz bo'ladi. Ko'p mijozlarimiz telefon turibdi. Necha so'm bitadi? Ya bo'lmasa avtokreditdan necha so'm bilan chiqadi? Borsa qaytib beramikan? Tushunchalardan boramiz. Yo'q, undan bo'lmaydi, hurmatli mijozlarimiz. Kelib ustunda qo'l berishib, savdolashsangizlar
zo'r narxda xarid olsangizlar bo'ladi. Sizlar uchun Sardarbek zo'r narxda traverslarni qo'yishda, ya bo'lmasa boshqa mashinalarni zo'r narxda qo'yishda davom etadi. Bemalol telefonni bog'lasangizlar bo'ladi. 2023 yilda ishlab chiqarilgan Travers mashinamizni sizlar uchun do'stlar 36.500 dollarga sotib qo'ydik. Qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, bir emas 2 ta telefon nomerini qoldiraman, bemalol bog'lasangizlar bo'ladi. Hammalaringizni kutib qolamiz do'stlar. Avtoshopga kelaverasizlar. Avtoshopda xizmatdamiz. Eng arzonlari faqat sizlar uchun.